Elon Musk. Bu adam ko'p sondagi kishilarga notanish bo'lmasligi mumkin. U dunyodagi birinchi boy, shundaqla insonlarni Marsga olib chiqish planini amalga oshirish uchun izlanayotgan dunyo andisini o'zgartmoqchi bo'lgan odam. Undaqda nima uchun biz uni dunyoning andisini o'zgartmoqchi deymiz? Qani biz birlikda ko'rib boqaylik. Musk 1971-yili 6-oyning 28-kuni Janubiy Afrikada tug'ilgan. U 10 yoshga kirgan yili o'zining tunji kompyuteriga ega bo'lgan. Yana o'sha vaqtdan boshlab u o'ziga xos talantini namoyon qilishga boshlagan. 1995-yili 24 yoshli Musk tunji qitimliq egilik tiklash safariga qadam qo'ygan. Hamda hayotidagi tunji boylik 22 million Amerika dollariga ega bo'lgan. Lekin buninglik bilan u qadamini to'xtatmagan hamda barliq pulini butunlay yangi turga mablag' silib, yana bir qitim zo'r muvaffaqiyatga erishgan. 2002-yili shirkatdagi ba'zi ziddiyatlar sababidan Musk chetga qilib, boshqarish qatlamidan qo'g'lab chiqarilgan. Lekin u buninglik bilan umidsizlanmay 3-qitimliq egilik tiklash safarini boshlagan. Shu yili 6-oyda Musk olam bo'shlig'i ustida izlanish shirkatini qurgan. Ammo u dunyodagi sanoqliqlar cho'ng davlatlar yasay oladigan olam bo'shliqqa to'shig'uvchi raketasi to'g'risida so'zlagandan keyin nurg'un kishilar bu odamning nervisidan chatoq chiqibdi degan. 2006-yildan 2008-yilgacha uning shirkatining 3 qitimliq raketa qo'yib berishi mag'lubiyat bilan oxirlashgan. Bu qitimqi mag'lubiyatning uningga bo'lgan ta'siri bek cho'ng bo'lgan. 2008-yilning oldingi yarmida Musk mablag' yetishmasligi sababidan o'zining barliq uy mulkini sotib etgan. Hamda erishgan pulining hammasini korxonani yurishtirishga ishlatgan. Shuning bilan bir vaqtda uning ayoli bilan bo'lgan munosabati yomonlashib, asli keltirgil bo'lmaydigan darajaga yetgan. Bu ishlarning hammasi uningga bakli cho'ng bisim bo'lgan. Bu chaqda Musk qattiq umidsizlangan. 2008-yili 9-oyning 28-kuni Muskning barliq orzusi bo'lgan 4-qitimliq raketa qo'yib berish rasmiy boshlangan. 001-nomer haqiqiy orbitaga kirgan shu daqiqada Musk o'zining bu ishni amalga oshira olganligidan ko'z yeshi qilgan. Orqadan Muskning shirkati NASAdan 1 milliard 600 million dollarlik zakaz taloniga erishgan. Hamda asosda yer shari olam qatnash sohasidagi eng muhim tijorat savdogariga aylangan. Hozir qadar uning musobaqasi oxirlashmadi. U har qaysi cho'ng sohalardan foydalanib o'zining orzu kitobini davomli yozmoqda.